Dada urmang. Dada urmang. Dadajon urmang. Menga qara Shashvar, Shohin chiqdimi, a? 3 million so'mga ham Jennifer Lopez konsertiga borasanmi? U Shirin Jo'rayev bilan ashulani zo'raytadimi? Zo'raytmaydi dada. Prosta konsertda kiyimsiz chiqadi. Shunga qiziqdim. Sultonat, otangni ham kiyimi yo'q, yotoqxonani qara, jalyuzi pardam ham yo'q. Kiyinib yechinsam qo'shlar g'iybat qilyapti. Iltimos shu g'iybatchilardan meni o'g'lim ozod qilgin. Ozod qil o'g'lim. Ozod qilaymi? Yuring sizni zo'r joyga olib boraman dada. Mana dada, men aytgan Ozodbek jalyuzi mana shu bo'ladi. Jalyuzimdan pardalarni tuldan bor, o'g'lim. Ha. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizlarga qanaqa pardalardan kerak? Oshxonaga kerakmi, yotoqxonaga kerakmi, ofisga kerakmi, uyga kerakmi, elita parda kerakmi, jalyuzi kerakmi? Bizda hamma pardalardan mavjud. Jiyan, yotoqxonamga qanaqangi jalyuzi qo'ysam bo'ladi? Mijozlarga qulayliklaring bormi? Bizda mingdan ortiq jalyuz turlari bor. Yotoqxonaga keladigan bo'lsak, yotoqxonaga kombo blackout materialdan qo'yib beramiz, xonani 100% qorong'i qilib beradi. Bizda qulayliklarimiz har bitta klient bilan yozma shartnoma qilib zakaz olamiz. Qachon o'lchab ketganimiz, o'rnatib ketgan sanamiz, 1 yillik garantiyasi, dogovor, zakolat hammasi yozilgan bo'ladi. Jiyan pulim kamroqda, ana bo'lib berishga ham qilib berasanmi? Albatta qilib beramiz. 50% oldindan bersangiz 50% bir oydan keyin gaplashaveramiz. Bizning manzilimiz Guliston shahar, Eski bozor, soatga yetmasa 355-do'kon. O'g'lim, jalyuzisi ham, pardasi ham zo'r ekan. Uylansang, hamma narsani shu yerdan olamiz. Rahmat dada. Yasha Shashvar. Ha, Sultonat, xursandsan? Dadajon, jalyuzi pardalar hammasi hal bo'ldi. 5 ta uylanadigan o'rtoqlarimning masalasini hal qildik. Bitta muammo bor-da dada. Qanaqa muammo? 7 million qarz bo'lib qoldik. Ha, to'lab olasizlar-da. Sizni nomingizga oldik-da. Nima? Sen salg'alar turolmasmisan? Sen rohit mehramasmisan? Bitta yotoqxonami jalyuzisi menga 7 millionga tushyaptimi? O'sha qariya Jennifer Lopez menga ham yoqardi. Senga qo'shilib men ham konsertga borsam bo'lardi. Shashvar, siqilib ketdim. Otib tasha.